o'z vazn toifasida yetakchi bokschi sifatida qayd etilgan 51 kilogramm vazn toifasi va bugun aynan mana shu 6-kun bellashuvlari jahon chempionatida kechki dasturning birinchi jangi boshlandi. Hasanboy Do'stmatovni tanib ulgurdingiz qizilda, an'anaga sodiq qolgan holatda aytamiz, Sufujonov esa ko'k libosda. Do'stmatov boshladi. Birinchi zarbalar aynan Do'stmatov tomonidan yo'llandi. Bo'y borasida raqib ustunroq, lekin Hasanboyning tajribasi, tezligi va kuchli zarbalari uni bemalol favorit deb atashimizga imkoniyat beradi. Sufujonov zarba bilan kutib olyapti. Do'stmatov himoyani namoyish etdi. Kechagi jangida 5-0 hisobda g'alaba qozondi Do'stmatov va o'sha jangdan keyin bergan intervyusida boks federatsiyasi ulashgan ma'lumotlarda o'sha bu janglardan oldin bir necha kun avval shamollagani, biroz betob bo'lgani, lekin hozirgi kunda tiklanib, allaqachon formani shifokorlar yordamida yaxshi holatga keltirib, janglarda ishtirok etayotganini gapirib o'tdi. Shuningdek, mana bu ring odatiy ringlardan ko'ra biroz bo'shroq, shu uchun bu ringga moslashish ham biroz vaqt talab qildi deb aytib o'tdi Hasanboy Do'stmatov, lekin hozir hammasi ortda qolgan va bemalol Do'stmatov jangining dastlabki soniyalarida mana bunday ustunlik qilyapti. Hisob ochilmasa bo'lmaydi bunday holatda. Chap qo'l zarbasi o'ngda birinchi zarba, ortidan chap qo'l yon tomonlama zarbani yo'lladi Hasanboy Do'stmatov va Meroj Sufujonov knockdown holatiga tushdi. Birinchi knockdown, falastinlik referi hisobni ochishga majbur bo'ldi. Do'stmatov yana bosim, birinchi raundning o'zidayoq muddatidan oldin yakunlab qo'yishga harakat qilishi mumkin. Endi o'zbek bokschilarining sevimli uslubi jangni oxirigacha olib borishni ko'p ham xohlashmaydi. Imkoni bo'ldi deguncha muddatidan oldin g'alabani rasmiylashtirishga harakat qilishadi. Ayniqsa Do'stmatov bu borada ancha kuchli bo'lgan sportchimiz. Havaskor boksda Hasanboy Do'stmatovni barcha yutuqlarini bilasiz. 2 karra Olimpiya o'yinlari chempioni. Hasanboy Do'stmatov Parij va Rio Olimpiadasi 2024 hamda 2016-yillar. Undan tashqari 2023-yilda Toshkentda o'tgan jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan IBA'da. Undan tashqari 2017-yil Gamburgda ham u jahon chempionatida qatnashgan va kumush medalni olgan. Mana bu yerda Meroj Sufujonov hujumga o'tdi. Boshni ko'tarib jang qilishni eslatib o'tdi referi Hasanboy Do'stmatovga. Osiyo o'yinlarida 2018-yil Jakarta va Palimbangda kumush, shuningdek 2022-yil Hanjouda Hasanboy Do'stmatov oltin medalni o'ziniki qilgan edi. Osiyoning 3 karra chempioni, yutuqlar juda ko'p Do'stmatovda. Va 32 yoshda bugungi kunda. Tajriba borasida ham menimcha bu turnirda unga teng keladigani yo'q. Sufujonov yaxshi tayyorlangan, ko'rib turibsiz. Do'stmatovning oson jang o'tkazishiga qo'yib berayotgani yo'q. O'rgangan Hasanboy Do'stmatovning jang uslubini juda ko'pchilik yaxshi biladi. Birinchi raund o'tdi va biz bu raundni yutib olganimizga shubha yo'q. Ochkolar borasida ham va knockdownni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Hasanboy Do'stmatov birinchi raundni ko'ngildagidek o'tkazdi. Seconds Ko'z out. ostida biroz jarohat borga o'xshadi tojikistonlik sportchida. Round 2. Ikkinchi raund start oldi. Do'stmatov yana faollik bilan boshladi bu raundni ham. Himoya va yaqinlashib boryapti sekin. Hozircha maksimum yaqinlashmagungacha zarba yo'llamadi Hasanboy Do'stmatov. Ikki qo'l yuqorida. Tojikistonlik sportchi to'g'ridan yo'llangan zarbalar bilan kutib olyapti. Do'stmatov qo'l zarbalarini ko'rdingiz, mana bu yerda tanasiga zarba qabul qilib oldi. Mana endi yana yaqinlashib boryapti. Biroz egilgan ko'yi qisqa masofaga kirmoqchi bo'lyapti Do'stmatov. Ana endi ishga kirishdi.
himoya joyida. Tezkor seriyaga ishlamoqchi aftidan Hasanboy Do'smatov. Chunki yaqinlashishga intilyapti juda ham. Ham bo'y borasidagi ustunlik Meroj Supujonovga masofada turib jang qilishda ustunlik beradi. Bu unga qulay. O'zi uchun komfort zona hisoblanadi aynan mana shu masofa. Shu uchun Hasanboy Do'smatov qisqa masofaga kirib borishga harakat qilyapti. O'ng qo'l zarbasi. Mana bu yerda Sufujonovdan ham shunday zarba bo'ldi. Do'smatov chap qo'lni ham ishga solyapti. O'ng qo'l jeblar. Bir nuqtada turib qolayotgani yo'q Hasanboy Do'smatov. Ring bo'ylab harakat. Zarba va darhol turish holatini o'zgartirmoqda Do'smatov. Yaqinlashyapti. Tanaga zarba yo'llayotgan ekan sportchi. Do'smatov buni sezib turgan edi va tirsak bilan himoyalandi. Qisqa masofada zarbalar Do'smatovdan. Sufujonov birinchi raund bilan solishtiriladigan bo'lsa, ikkinchisini yaxshiroq o'tkazyapti. Bu endi Hasanboy Do'smatovning biroz erkinroq jang qilishga qo'yib berayotgani bilan bog'liq va dominantlikka intilsa Hasanboy bilasiz, cheklab qo'yadi raqibning imkoniyatlarini. Hozir Sufujonov yaxshi masofadan zarbalar yo'llayapti, ikkilik zarba va mana bu yerda o'tkazib yubordi o'ng qo'l zarbasini. Do'smatov klinch holati. Sufujonovning zarbasi arenadagi muxlislarga yoqdi. Tojikistonlik sportchining muxlislari bor ekan arenada. Va bo'ldi. Oxirgi 10 soniya keldi. Hasanboy Do'smatovga raundni yakunlash bo'yicha topshiriq bo'ldi. Ammo yaqinlashtirmayapti mana bu yerda Meroj Sufujonov. Kutib oldi zarba bilan va ikkinchi raund yakunlandi. Sufujonov faolroq bo'ldi nazarimda bu raundda, lekin ochkolar bo'yicha olinsa, Hasanboy Do'smatov bu raundni yutib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki texnar sportchi, texnika o'ta yuqori Do'smatovda, zarbalar aniqligi ham shunga yarasha. Tu boa olimpiysk chempion meshi bu. Tu ham boa fokushu. Hamma tsata. Takroriy lavhalarni ko'ramiz. Olimpiada chempioni ekanligini eslatib o'tdi shogirdiga Meroj Sufujonovning murabbiyi. Hozir takroriy lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Mana jeblar qanday ishladi hozir jeblarda Sufujonov va uning kuchli zarbalarini ham ko'rdik. Raundlar kesimida hisob-kitob, ikkinchi raund umumiy holatda biz oldindamiz yana. Seconds out. Uchinchi raund. Hasanboy Do'smatov hammasi joyida. Murabbiylar Third and final round. Juda bir talafot ham yo'q ikki sportchida ham. So'nggi 3-raund. Ba'zida sportchilar aynan dastlabki janglarda ringga moslashish, butun turnir davomida formani qurib borishni reja qilganligi uchun muddatidan oldin g'alabadan qochishi ham mumkin. Hasanboy Do'smatov ikkinchi raundda biroz tezlikni tushirib, aniqlikka ishlagani ham shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni kardioni bitta tekshirib ko'rish. Jeb kutib olish Do'smatovdan, lekin ikkilik zarba. Sufujonov yana zarbalar davom etyapti. Sufujonovdan yana bir zarba o'ng qo'lda. O'tkazib yubordik o'ng qo'l zarbasini. To'xtash ishorasi. Jangni davom ettirish mumkin. Yana kuchli zarba yo'llayapti Meroj Sufujonov. Do'smatov bittalik jeb va endi Do'smatov Sufujonovga biroz ortga qaytish kerakligini, hali shoshayotganligini eslatib qo'yganlik bo'ldi. Erkin harakatlar, oyoq harakatlari joyida. Do'smatovdan tanaga zarba. Sufujonov qanday boshlayapti. Ikki qo'lni ham imkon qadar yuqoriroq ko'tarib turibdi Sufujonov va darhol o'ng qo'l jebni juda tezkorlik bilan yo'llayapti.
Juda ehtiyotkor, yaxshi o'rgangan Do'stmatov Nusufjonov. Do'stmatov tezkorlik baribir unda yaxshiroq. 1 daqiqadan kamroq vaqt qoldi jang yakunigacha. Nusufjonov tabiiyki endi oldinga boradi, chunki u yutqazyapti. Bunday holat Do'stmatovga qo'l kelishi mumkin. Mana markazni aynan Nusufjonov egallagan, lekin Do'stmatov tutqish berayotgani yo'q. Ring bo'ylab harakat, footwork joyida. Hattoki yengilgina raqsni ham ko'rsatib qo'ydi Hasanboy Do'stmatov oyoq harakatlari bilan. Yana clinch. 20 soniya qolgani Hasanboy Do'stmatovga eslatib o'tildi. Oxirgi 5 soniya. Xo'sh, kim kuchli zarba bilan yakunlaydi? Bo'ldi, tegmadi. Nusufjonov hujumga o'tdi, tegmadi va jang yakunlandi. Tojikistonlik sportchi munosib qarshilik ko'rsatdi, yaxshi jang o'tkazdi, ochig'ini aytish kerak. Va lekin mag'lub bo'ldi, chunki Hasanboy Do'stmatov ochkolar bo'yicha yutib ketadi. Birinchi raunddagi knockdownning o'zi ko'p narsani hal qilib qo'ygan edi. Keyingi raunddagi Nusufjonovning faollashuvi baribir Do'stmatovdan ko'ra farqli, ya'ni katta farq qiladigan darajada ustunlikni ko'rsata olmadi u. Lekin bu Nusufjonov uchun juda katta tajriba bo'ladi. Hasanboy Do'stmatov bilan mana shunday katta turnirda o'z omadini sinab ko'rdi. Ladies and gentlemen, the winner of this contest via split decision and heading into our semi-finals in the red corner, representing Uzbekistan, Hasanboy Do'stmatov. Yaqinroq e'tibor bering, ba'zi hakamlar talqiniga ko'ra yaqinroq 29-28 bo'lgan uchta hakamning qayd varaqalarida, ya'ni Meroj Nusufjonov munosib qarshilik ko'rsatdi. Mana shu sportchi faoliyatida omad tilaymiz. Hasanboy Do'stmatov esa bu baribir umuman boshqa daraja. Men ishonaman, agar Nusufjonov yana qo'shsa, Hasanboy Do'stmatov undan ham ko'proq qo'sha olardi. Va Do'stmatovga keyingi jangida omad tilaymiz do'stlar. Va sekin iloji bo'lsa, mana bu jangni takroridan keyin B ringga o'tib olsak, u yerda 3-jang, B ringdagi 3-jang yurtdoshimiz Xo'janazar Nortojiyev ishtirokida bo'ladi.